Assalomu alaykum. Xo'p, demak, bizada chala qolgan loyiha bor. Dars davomida qilingan va chala qolgan loyiha bor. Bu yerda esa buni dizayni oxirida mana shunaqa dizaynda chiqishi kerak loyihamiz. Faqatgina shuni o'zi va bu dizayn responsive bo'lishi kerak, ya'ni telefon ekraniga to'liq moslashadigan dizayn bo'lishi kerak. Bu joyga kelganmiz. Bu joygacha yozishni bitta tahlil qilib ko'rsatib ketaman va qolganini davom etkazib ketamiz. Demak, qanaqa struktura qilganman? Orqa fonni, mana shu gradient berilgan fonni bitta konteyner deb olganman. Xo'p, keyin mana bu bitta form tagi. Bundan keyin h1, mana bu chiziqcha span. Xo'p, undan keyin mana bu full name va username ikkalasi bitta divga olingan. Bitta divga o'ralgan. Va buni o'zi ham alohida div va bu yog'i input hamda p. Qolganlari ham xuddi shunaqa ketadi. Ikkalasi alohida div va hokazo. Bularga keladigan bo'lsak, bitta yana h1, bitta title bo'lyapti. Bu yoqda esa bitta divga o'ralgan radio buttonlar hamda p. Bu ikkalasi radio button hamda p. Bu esa oddiygina button. Endi mana shu narsani HTML ni ko'rib chiqamiz, HTML kodini. Hop, index.html ga o'taman. Mana bodyning ichida konteyner ochilgan. Ko'rishingiz mumkin. Konteynerning o'zi. Hop, undan keyin konteynerning ichida to'g'ridan-to'g'ri form ochilgan. Form tagi. Va formning ichida davom etib ketadi h1 va span. Undan keyin div, email phone number div va 3-div. Bundan bu yog'iga h1 bilan gender, ya'ni mana bu narsa va bu yog'iga genderni tanlash. Bo'ldi. Names'dan keyin mana bu ikkalasini names deb ataganman, class berganman. Uning ichida bitta full name bor va full name'ni ichida mana bu hop username bor. Va bular ham shunaqa 2 qismga bo'linadi. Email hamda phone number. Bu yog'i ham password hamda confirm password. Xo'p, bunisi male, female hamda preferred not to say degan klasslar bilan berilgan. Xo'p, nima uchun bunaqa qilingan degan joyiga qaranglar. Mana bu joyda mana full name degan div ochilyapti va uning ichida p bor hamda input bor. Ya'ni mana bu narsa. Bitta div ochilyapti full name degan. Xo'p, uning ichida mana bu p bor hamda mana bu input bor ikkita. Va bunisi ham shunaqa. Bu ikkalasi ham keyin alohida divga o'ralyapti. Nima uchun? Chunki bularni yonma-yon qo'yish uchun biz display flex dan foydalanamiz. O'shanda display flex dan foydalanganda mana shu narsa kerak bo'ladi bizga. Xo'p, radio buttonga keladigan bo'lsak, gender tanlashga mana bitta mail degan div ochamiz. Mail degan div ochamizda uning ichiga input hamda p larni qo'shyapmiz. Nima uchun bunaqa divga olib qo'yyapmiz? Chunki mana bu input radio button bilan mana bu p mailni yonma-yon qo'yishimiz kerak. Yonma-yon qo'yishimiz uchun esa biza mana bu mail klassi bilan belgilangan elementga display flex berishimiz kerak. Xo'p, HTML tushunarli degan umiddaman va bu yoqda soddagina CSS, ya'ni konteynerga CSS berilgan va mana bu form tagiga ozgina CSS berilgan. Xo'p, bu har doimgi kod.
Konteynerga shunaqa stil beramiz. Width, height, background, display, justify content, align item. Formga beramiz. Width, max width, background color, padding, border radius, box shape. Endi bizaga qizil joyiga va asosiy joyiga keldik. Ya'ni bu har bitta elementlarni to'g'rilab chiqamiz. Mana shu stillarini berib chiqamiz. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Albatta registration so'zidan boshlaymiz. Registration so'zidan. Registration so'zi qaysi klass bilan berilgan ko'ra olamiz. Xo'p. Agar sizlarga HTML kodni o'qish qiyin bo'lsa, mana qilib yopib olsanglar ham bo'ladi. Mana qilib yopib olsanglar osonroq bo'ladi. Registration. Bunga title berishimiz kerak edi. Title bermabmiz. Class. Title berib qo'yamiz va CSSga o'tamiz. Shu narsani men bu yoqqa o'tkazib olay. Oh my god. Bu tomonga o'tkazishim kerak edi. Bo'ldi. Xo'p. Adashibman, mayli, hech qisi yo'q. HTML bu tomonda, CSS bu tomonda. Odatda shunaqa holatda men HTML ni chap tomonga qo'yib, CSS ni o'ng tomonga qo'yib yozardim. Yo'q, hozir ham shunaqa qilmasam bo'lmas ekan, chunki menga juda noqulay bu. Juda noqulay. Bo'ldi. Endi o'zimga qulay qilib qo'ya oldim. Xo'p, nimaga beramizdik? Title ga. Title yozamiz. Nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda font familysini o'zgartirishimiz kerak. Sigma UI ga. Mana joyga keldi. Bo'ldi, boshqa narsa berish shart emas ekan. Font size yoki font width. Ularni ham berib ishlatib ko'ramiz. Qaranglar, font size nima qiladi? Font size. Masalan, 30 piksel beradigan bo'lsak, bu kichiklashdi. 50 piksel deydigan bo'lsak, kattalashadi. Bizaga o'zini H1 razmeri juda ham qulay. Font width nima qiladi? Font width masalan 300 qilib qo'yadigan bo'lsak, ingichkalashib qoladi. Yokida 900 qilib qo'yadigan bo'lsak, juda ham qalin bo'lib ketadi. Bizaga o'z обычный holati, default holati normali turibdi. Xo'p. Bo'ldi, bunga tegamaymiz boshqa. Bu turadi. Undan keyingisi span. Spanga class bermabmiz. Spanga class berib qo'yamiz line degan. Tochka line. Span bilasizlar, bu inline element. Biza spanni inline block elementga o'zgartira olishimiz kerak. Ya'ni inline elementlar hozir width height beradigan bo'lsak, width heightni olmaydi o'ziga. Shuning uchun inline block qo'yishimiz kerak bo'ladi. Display flex deyman. Uzr, flex emish. Display inline block deyman. Va keyin width beraman. Hop, 100 piksel. Height beraman 7 piksel. Ko'rindimi? Ko'rinmadi. Nimaga? Chunki background color berganimiz yo'q. Background color deymiz. Hop, qanaqa bo'lgan? Demak background color emas. Nabarot, background dirkamizda liner gradient berar ekanmiz. Liner gradient 90 deg, ya'ni 90 daraja. 90 darajada Dodger Blue'dan Blue Violet'ga o'tyapti. Mana, ko'rindi. Ozgina kattalashib ketib qopti. Shuning uchun 100 piksel emas, 70 piksel beramizda, bu yog'ini 5 piksel qilib qo'yamiz. Bo'ladi. Bo'ladi bizaga. Xo'p. Va span tagidan margin bottom beramiz. Margin bottom beramiz 50 piksel. Juda katta bo'lib ketib qoldi. 40 piksel. 30. No, bo'ladi. 30 ham ko'p ekan u.
Mayli. 20 bo'ldi. Endi bu yog'ini full name, username. Qaranglar, mana bu full name, username, email, phone number, password, confirm password bular hammasi o'lchami bir xil. O'lchami bir xil. Bu yerda nima deb yozilgan o'sha narsalar mana? Full name mana bu yerda bor. Username mana bu yerda bor. Email mana bu yerda bor. Bular nima edi? Hammasi mana shu form ichidagi pila. Buni biza form tegini ichidagi pilaga hammasiga font size'iga hop 18 piksel beramiz desak, mana to'g'ri bo'ladi. 18 emas, kattaroq ekan. 22 piksel. Buni ham font family'si CGY. Ozgina qalinroq, ya'ni font width bor. Bir где-то 600 qilsak normalniy, lekin 22 deb adashimiz, 20 bo'ladi, zo'r. Endi bularni tagidan joy ochilishi uchun bularga ham beramiz. Margin bottom beramiz. 15, 16 piksel bo'ladi. Yaxshi. Endi mana bu inputlarni to'g'rilashimiz kerak. Bizning inputlar hozir juda ham kichkina bo'lib turibdi. Inputlarni qanaqa qilib tanlab olamiz? Xo'p, buni ham forumning ichidagi inputlar desak bo'ladi, lekin bitta narsa noto'g'ri bo'lib ketadi bizda. Mana bu yerda input type radio bor. O'shanga zarar yetmasligi kerak. Shuning uchun biz nima qilamiz? Qaranglar, juda ham bir hozir foydali narsa qilamiz. Names'ni ichidagi inputlar virgul. Xo'p, men bu email. Xo'p, email phone number. Email phone numberni ichidagi inputlar hamda create passwordni ichidagi inputlar. Create passwordni ichidagi inputlar. Mana shu hammasiga padding beramiz. Tepa pastdan 10 pikseldan beradigan bo'lsak, yondan 20 piksel. Mana. Mana shuna holga keldi. Mana bu radio batterlarga zarar yetmadi. Endi bularni width'ini berishimiz kerak. Width deymiz. 200 piksel bersak kam, albatta 280 bo'ladi. Va har bittasini, masalan, mana bu bilan tagidagisini yonma o'tkazishimiz kerak. Va shu joyga aytib o'tishimiz kerakki, mana bu p ni margin bottomiga emas, shu marginni ikkita tomoniga ham beraylik. Margin beramiz, tepa pastdan 12 piksel, ikki yondan 0. Mana, endi boshqacha bo'ldi. Xo'p, hozir o'ziga keladi bu, anaqa bo'lib yotibdi. Endi mana shu inputlar turadi. Mana bu joydan. Ya'ni mana bu elementni, ya'ni names elementini ichida ikkita bola elementi bor, child elementi bor. O'sha child elementlarini yonma-yon qo'yishimiz kerak. Bu child elementlarini yonma-yon qo'yishim uchun mana bu namesga flex berishim kerak. .names deyman. Display flex bo'lsin. Mana yonma-yon o'tdi. Va justify content space between va align item center. Va bu narsa qolganlarida ishlamayapti. Mana bularida ham ishlash kerak. O'shaning uchun xohlasam xuddi shu narsani alohida yozishim mumkin. Yoki erinchoqlik qiladigan bo'lsam, virgul bilan .email phone number deb keyingi klassni yozib qo'ysam bo'ladi, mana bu klassni. Mana ikkinchisi ham ishladi.
va shu vergul bilan uchinchisini ham yozib qo'yaman. Create password. Create password. Bo'ldi, muammomiz hal. Orasi juda ham ko'p ochildi. Buni sababi bizani mana bu formamiz kengligi kattaroq bo'lishi mumkin yoki inputimiz kichikroq bo'lishi mumkin. Xo'p, endi inputga yozganda juda ham kichik. Mana bu inputlarni font size'ini sal kattalashtiramiz, 16 piksel qilamiz. Endi mana kattalashdi, yozganda kattaroq chiqadi. Width'ini 280 emas, 320 qilsak juda katta bo'lib ketmasmikan? Bo'ladi. Mana bu normal. Zo'r bo'ldi. Va qaranglar, inputga borganda, mana ustiga bosganda nima chiqyapti? Outline degan narsa chiqyapti. O'sha outline'ni none qilib qo'yamiz. Outline none. Bo'ldi, endi ustiga bossa nimadir anaqa qorayib qolmaydi burchak. Xo'p, va mana bu yerdagi inputlarni borderi, ya'ni chegaralari gray, ya'ni kul rangda ekan. O'sha narsani ham inobatga olishimiz kerak. Border. Qaranglar, biz border deymizda, border color deymiz birato'la va dark gray beramiz. Dark gray. O'xshamadi-yu. Nega o'xshamadi? Chunki biz endi border width berishimiz kerak. Border width berishimiz kerak. 2 pikseldan. 2 piksel kam, 3 pikseldan beramiz. Yana nimaga o'xshamadi? Chunki bu border style hozir border style inset bo'lib turgan. Biz solid qilib qo'yamiz. Mana. Endi o'ziga o'xshadi. Va ozgina, ko'p emas, ozgina border radius beramiz. Border radius 4 piksel. Mana, zo'r. Bitta 2 piksel berib ko'raylik-da. Sal qalin bo'lib ketgandek xayolimga. Endi boshqacha bo'ldi. Chotki bo'ldi. Xo'p, endi mana bu joyga keldik, gender degan joyga. Genderni topamiz bu yoqdan. Mana gender degan sarlavha. Mana bunga gender emas, title gender deb qo'ysak bo'lardi. O'sha title genderga title genderga stil beramiz. Birinchidan font family'si CYY va margin top bor. Bu yerda margin 2 tomonda ham bor. 10 pikseldan 2 tomon 0. Bo'ldi. Va endi xo'p. Bu gender sal kichikroq ekan. Bu H1 emas, H2 ekan. Endi o'xshadi. Ozgina sin, ya'ni font width'i ingichkaroq buni 400. Juda kichik ketib qoldi. 500. Mana shunaqa. Va mana bu genderlarni, ya'ni o'shalarni to'g'rilab chiqishimiz kerak. Demak, select gender bor bizda va mail bor. Qaranglar. Mana bu mailga nima deyman? Display flex deyman. Keyin yonma o'tib qoladi mail. Va align item center deyman. Ishladi, sezilmadi. Va gap beraman 16 piksel. Mana. Xo'p. Endi boshqalari ham shunaqa ishlash kerak. Male emas, female. Female. Prefer not to see. Buncha uzun klass. Mana. Bular hammasi male bo'lib qolibdi-yu. Mana buni o'zgartiramiz. Male, female, prefer not to see.
Endi joyiga tushdi. Xo'p. Davom etamiz. Mana bu uchalasini yonma-yon qo'yishimiz kerak. Yonma-yon qo'yishimiz uchun biza asosiy mana bu select gender klassiga flex berishimiz kerak. Select gender display flex va bular yonma-yon o'tadi. Biz aytamizki justify content space between bo'ladi. Normal. Keyingisi register bo'ladi. Registerga anaqa berib qo'yishimiz kerak. Stil berib qo'yishimiz kerak. Tochka register ten va width 100% juda ham katta bo'lib ketadi. Hop, margin tepa pastdan 10 piksel ikki yondan 0 va padding beramiz bunga tepa pastdan 14 piksel ikki yondan 0. 14 juda katta, 12 va font size beramiz 16 piksel bo'lsin. 16 dan ham kattaroq keldi, 18. Font weight beramiz bunga, font weight 600 bo'lsin. Yaxshi. Endi mana bu stilchani berib qo'yishimiz kerak. Border bormi yo'qmi? Border yo'q. Demak, biza borderini non qilamiz buni. Border non. Backgroundni o'zi liner gradient. Hop, 90 bo'lsa 75 dek. Dodger blue. Va keyin blue violet. Mana. Va yozuvning rangi oq. Color white. Va ozgina soya berib qo'yishimiz kerak. Bu yerda chunki soya bor. Box shadow deymiz. Xo'p, 1 piksel, 6 piksel black deymiz. Mana, cho'tka bo'ldi. Endi buni responsive qismini qilish kerak. Bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. Demak, buni endi responsive qilishimiz kerak. O'zi responsivelik nima? Responsivelik bu biza qilayotgan ish, biza qilayotgan veb-sayt har qanaqa ekranga moslashish. Inspect qilib, buni ko'radigan bo'lsak, mana buzilib ketyapti. Kichiklashsa buzilib ketadi. Shu narsani biz to'g'rilab chiqishimiz kerak. Xo'p, boshlaymiz unda. CSS ga o'tamiz. Mana bu yerga kommentariy ochamizda responsivelik shu yerdan boshlangan deymiz. Va yozishni boshlaymiz. Email media. Hop, min width, ya'ni minimal width'i 320 piksel bo'lsa, 320 piksel degani, ya'ni mana bu bo'lsa, mana shu ekranda bo'lsa, shunaqa kichkinalikdagi ekranda bo'lsa degan narsa. Nima bo'lsin? Birinchi o'rinda mana bu biza yozgan hop. Mana shu narsalar, ya'ni names, email, create password o'sha narsalarni o'zgartiramiz. Mana shuni copyright qilib olamizda. Bu yoqqa qo'yib names, email, phone number, create passwordlar flex direction'i
flex direction'i column bo'lsin deymiz. Mana, endi sal nimagadir o'xshadi. Va o'sha paytda qaranglar, o'sha paytda forum width 50% gamiz, o'sha forumni width 100% bo'lsin deymiz. Hamma yoqda yozamiz. Forumni width 100% bo'lsin. Mana. Xo'p, forumni width 100% bo'ldi. Xo'p, hamma narsaga alohida berib chiqishimiz kerak ekan. Endi shunaqa bo'ladi. Boshqa iloji ham yo'q. Mana bu narsani aytishimiz kerak. Xo'p, mana select gender degan joyi. Tochka select gender degan joyi. Flex direction column bo'lsin deyishimiz kerak. Shunaqa holatda bo'ladi. Keyin bu tepasi ko'rinmayapti bizga. Nega ko'rinmayapti? Tushunmadim lekin. Xo'p, hozir topamiz buni. Konteyner bizga xalaqit berib turibdi. Biza mana shu paytda aytishimiz kerak, eng boshidan tochka konteynerni hop height berilganda heightini auto qo'yishimiz kerak. Mana shunda o'z holiga keladi. Height konteynerni. Xo'p, tochka konteynerni biza background colorini ham transparent qilib qo'ysak bo'ladi o'zi aslida. Transparentmi, white'mi? Ishlamadi. Background. Demak, konteynerda background'ini deymiz. Non qilib qo'yamiz. Mana oppoq bo'lib turadi. Bo'laversin mana shunaqa. Unaqa qilmaymiz, turaversin. O'zicha. Bo'ldi. Registration. Keyin mana bu narsalarni. Mana shu narsalarni. Inputlarni width'i qaranglar. Inputlar qani? Mana shu inputlarni width'i 320 piksel. O'sha narsani o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni mana bu narsalarni tanlab olib mana bu yerga qo'yamizda. Width'i o'zi 320 piksel bo'lsa, 300 piksel bo'ladi-da, width'i. 300 piksel. Yoki bir 250 mi? Bo'ladi, 250 bo'lsa. Bo'ldi, mana shu yetadi bizga. Endi kattalashganda 375 bo'lganda qanaqa bo'lsin? 375 bo'lganda yozamiz. Emal media qachonki xo'p min width 375 piksel bo'lganda mana bu narsani o'zgartirsak bo'ldi biza. Width'i xo'p 300 piksel bo'lsa bo'ldi. 310 bo'ladi. Xo'p, bu 375 edi, keyingisi 425. 425 bo'lganda ham faqatgina o'zgaradigan narsa o'sha narsa. Shunda kopirot qilamiz. O'zi oson, bu yo'q oson ketadi. Bittasini yozib bo'lganimizdan keyin min width 475 bo'lganda 425 ekan. 425 bo'lganda mana buni width'i bir 350 midi, boya qancha edi? Width 100% qilib qo'ya qolaylik. 100% qilsak bo'lmaydi ekan. 100%.
Mana. Mana menga moslashib qoldi-da oldingisiga 310 ga. O'shaning uchun bu yoqda olishimiz kerak. 320 qilishimiz kerak. 320. 320 piksel. Bo'ldi, mana shunaqa turadi. Bundan boshqa o'zgarmaydi. Bundan boshqa o'zgarmaydi. Endi bu 425, keyin 768 bo'lganda o'zi ikkita qismga o'tiladi. Ikkita qismga o'tilishi kerak. Mana shuni olamiz. Bu tomoni kerak emas bizga. Men widthni necha dedim? 768. 768 piksel bo'lganda, hop, namesga, tochka flex direction column qilganda endi row qo'yamiz. Mana shunaqa o'tadi yonma-yon bo'lib. Va xuddi shu narsani boshqalariga ham. Namesni sheriklariga. Names sherigi mana bu edi bittasi. Keyingisi mana bu. Create password. Ha, bo'ldi. Ishlamadi-yu. Tochka qo'yish kerak oldiga. Mana bo'ldi. Tochka bo'ldi. Va genderni ham xuddi shunaqa qo'yamiz. Mana bu joy bor-ku. Mana shu joyni shuni olamizda. Mana bu yoqdan shuni qo'yib flex direction row qo'yamiz. Row. Bo'ldi. İşimiz hal. Endi ishimiz hal dedi-yu, lekin hal emas ishimiz hali. Mana shundoq kelganda, mana bu konteyner emas, form o'zgarishi kerak. Form o'zgarishi kerak. Biza formni width berishimiz kerak bunga. 50% qilib. 50% emas bu, 80% mi? 90% mi? Mana. Bundan kichik bo'lmaydi. Shuncha bo'ladi, shundan keladi. Keladi. Xo'p, keladi. Shunday bo'ladi. Bu yog'i kattalashib ketaveradi. Bu yog'i qatgacha boradi kattalashib. 768 bo'lsa, 768 dan o'tgandan keyin o'sha 1024. Mana shu narsalar shuni olamizda. Mana bu yog'ini shuni olamizda. Men width 1024 bo'lganda, 1024 piksel bo'lganda, o'zi bu form 90% emas, form tushadi, 50% ga tushadi. Topib keladi. 50% emas, bu 70% ga tushirsak. O'zi kelib qoldi. Bo'ldi. Va formni hop, mashinadan o'zgarmasi kerak edi. Mashinadan o'zgarmasi kerak. O'shaning uchun bunga max width berib qo'yamiz. Width hozir mana shu qancha? Width hop 514 bo'ladigan bo'lsa, width height 680 690. Bora 700 piksel qo'yaylik, max width 700 piksel. Bo'ldi, bundan kattalash ketib qolmaydi. 700 emas ekan, 700 dan kattaroq ekan. 750. Nami joyda ya, mana shu necha edi bu? 1024. Kattalashyapti-yu. Mana bu joyda ham max width berib qo'ysa bo'lar ekan. Max width mana shuncha qilib. O'zi widthni foizda berish kerak. Pikselda berish kerak emas, noto'g'ri.
652 200 yozsak yopish oldi-yu. 720 bo'ldi. O'tadi bu yoqqa. Zo'r. Xo'p, konteynerga qaramadik. Konteynerga o'zi 768 bo'lganda konteynerimiz o'zgarishi kerak. Ya'ni mana bu yerda. Tochka konteyner width 100% bo'lishi kerak va height 100 VH bo'lishi kerak. Mana. Xuddi shu narsa. Bo'ldi, yog'iga ham ishlayveradi o'zi. Bo'ldi, mana shu desa ham bo'ladi. Bundan bu yog'iga tugadi. Ya'ni hop, hech narsa qolmadi demoqchiman-da. Kattalashtiramiz. Normalniy responsive bo'ldi desak bo'ladi. Xo'p, darsimiz mana shundan iborat. Shuni o'zi ham 40 minutga yaqinlashib qolibdi. Bilasizlar, darslarni juda ham bir nima deydi, dehqonchasiga yozaman, hech qanaqa montajsiz, hech qanaqa kitobiy tilda gapirmasdan, badiiy tilda. Xo'p. Oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, foydali bo'lgan bo'lsa, zo'r. Yana qaysi mavzular, qanaqa texnologiyalar yoki qaysi mavzular haqida video olishim kerak bo'lsa, YouTube kommentariyasiga yozib ketsanglar, men harakat qilaman video olib tushuntirib berishga. Tamom.